bo'lgan najotda qildim yoki bosdi, hamma svet o'chdi yoki termostatda bitta knopkasini programma qilinadi. Master off. Termostatdan kelib turib oldiga kelganda termostat yonadi. Bitta oldiga kelganda bitta bossa master off hamma sveti o'chadi. Kerak bo'lsa konsert o'chadi. Yana bitta narsani hisobga olib ketmadi u yerda. Uyda agar xohlab qolsa datchik, anaqa Abdulaziz xoladiku, anaqani. Oyna ochganda menda konsertim o'chsin dedi-ku. O'sha kuni. O'shanda meteo stansiyasi ham bor bizga meni. O'shanda agar o'sha Abdulaziz aka xohlagan misol uchun rom bo'lsa, uyda misol uchun 3 ta rom bo'lsa, bittasini olib shitdan bittasini chiqib kelib, bundan bunga perimichga qilib yuboriladi. Yerga uzilganda bu har bittasi aytdik o'sha kuni qilib berlaring deb. O'sha kuni gerkoni bittasi, liboy bittasi uzilsa, o'shanda bu yerda tizimga signal keladi-da, o'chir deydi. Shunda konser hamma narsani o'chiradi. O'sha kuni yana aytdilarki, oynamni sindirsa-chi deb savol bo'ldi. Yo'q. Oyna ruchkasi bo'lib qo'ydi ekan, bunday qilib ochganda o'chmasang mayli. Shqili shunaqa. O'sha narsasi. Xo'p, yana nima? Gilamli hozirgi obyektingizda mana bu narsa. Termostatni noto'g'ri tashlab qo'ymasligingiz narsasini. Noto'g'ri tashlab qo'ysangiz bo'ldi, xolos. Mana hozir bitta UTP chiqyapti-ku. Bitta UTP bilan uni anaqani domofon ham o'sha UTP ga ulanadi. Hammasi xolos. Endi agar включатель bo'lmay termostatni o'zi bo'ladigan bo'lsa, klavishani o'rniga boshqarishgada bu termostatdan chiroqni yoqib o'chira oladi do'st. Unga alohida tashalmaydimi? Yo'q, o'sha yutib o'zi yetadi. O'sha 4 ta para yetadi. 4 ta parasi yetadi. Ortiq hech narsa tashlamaydi. Shunda svet gruppa shitga tushyapti. Svet gruppa hammasi, hamma chiroq gruppalar, misol uchun освещение gruppasi hammasi kelib to'g'ridan-to'g'ri shitga, hammasi alohida kelib. Endi maslahat beraman. Endi maslahat deganda qanaqa? To'g'ri secheni tanlansa, bu yerdan aytki bitta korobka qo'yib, korobkadan o'sha 4 tali VV ga enga olib chiqib, 4 tali bitta 0 alohida olib chiqib, 0 har bitta xonaga yoki bitta